Yettinchi vaza Bayuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, ey dinar va dirham qullari, men bu dinar va dirhamlarni sizning uchun yaratdim. Shunda siz ular orqali mening ne'matlarimdan rizqlanasiz. Mening bergan kiyimlarimni kiyib, menga maqtov va shukr aytasiz. Ammo siz mening kitobimni olib, uni chetga tashlaysiz. Dinar va dirhamlarni esa barchadan ustun qilasiz. O'z uylaringizni mening uylarimdan yuqori qo'yasiz. Siz eng yaxshi emassiz. Siz erkin emassiz. Siz dunyoviy narsalarning qo'lisiz. Sizni uchratish qabrlarni uchratgandek, usti o'q qatratma bilan qoplangan, tashqi ko'rinishi chiroyli, ammo ichida haqiqatan dahshatli va dahshatli. Shu kabi siz ham odamlar oldida o'zingizni eng yaxshi tomondan ko'rsatasiz. Shirin so'zlar va zeb-zinotli amallar bilan o'zingizni sevdirishga urinsangiz, ammo yuragingiz qattiq va ruhingiz bezovta bo'lgani uchun ulardan uzoqlashasiz. Ey odam bolasi, amallaringni ixlos bilan qil va mendan so'ra. Haqiqatan ham men sizga so'ralgandan ham ko'p beraman.